har bir bandi mo'min Allohga tavakkal qilish kerak ekan. Biz Allohning mulkimizda nima bo'lishidan qat'iy nazar bismillahi tavakkaltu alalloh. Men butun ishimni o'zingga tavakkal topshirganman. Nima ixtiyor qilsang qilasan, egam. Faqat mendan rozi bo'lsang bo'ldi. Faqat gunohlarimni afv qilsang bo'ldi. Men Alloh taolo seni bandangman deb Alloh taologa mana shunday bir yaxshi niyatlar qilsangiz niyatingizga yetasiz. Eng oliy darajalardan bittasi jumaga pokiza g'usl tahoratlar qilib kelib, hali ulug' farishtalarni cheksiz duoyu savoblarga dohil bo'lishlik. Buni qadriga yeting. Toki tanjonlaringiz salomat ekan, qaysi vaziyatdan qat'iy nazar yetib keling Alloh taoloning dargohiga. Men yetib beruvdimmi? Agar meni ummatim namoz jumani darajasini naqadar oliy ekanligini bilganda edi,